bizda shahardan kelayotgan oqova suvimizni zararsizlantirib, bosqichma tozalab, Salar kanaliga qo'yib yuboramiz. Bu inshootimiz butun Toshkent shahrining yarmini biz olamiz, yarmini bu suv tozalash inshooti oladi. Katta inshoot butun Toshkent shahrini oqova suvini qabul qilib tozalab, zararsizlantirib, Salar kanaliga, Bo'suv kanaliga yo'naltiriladi. Mikroorganizm bor, hozir tushuntirib beraman. Tirik mikroorganizm mana qovun bilan to'yintiriladi-da, organik moddalarning parchalanish hisobiga suvimiz zararsizlantiradi. Bu nima degani? Uyda hammada akvarium bormi? Akvarium bormi uyda? Ko'rganmisizlar akvariumga baliq solib qo'ygan? Akvariumga baliq solinadi. Ovqatlarni berib, toshlar, gullarni qo'yib chiroyli bo'lib turadi. Baliq o'lib qolmasligi uchun nima qilinadi? Havo berib qo'yiladi. Ana xuddi shuni, buni kattalashtirilgan formati xuddi shunaqa bo'ladi.